Svarka apparatlarida eng arzon joyiga yetib keldik do'stlar. Xohlagan turlaringda bo'ladi. Eng qizig'i qaranglar, ahamiyat beringlar. Akalarimizni oladigan bo'lsalar, xuddi shunaqa holatda ishlatib berishadi. Undan tashqari ish qurollarining o'ptin joyi bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsak, to'liq ma'lumotni beramiz. Do'stlar, mana videoda boshida ko'rdinglar, birozgina shovqin bo'lib ketdi. Ya'ni biz Svarka apparatlarning eng arzon joyiga yetib keldi. Akalarimiz yoniga kelasizlar, ishlatib ko'rasizlar. Eng qizig'i, mabodo brak chiqib qolsa, eng qizig'i ishonchli bo'ladi. Brak chiqib qolsa shundaycha plyus qaytarib berishadi yoki vazorat qilib berishadi. Aka, xudo xolasa Abdurash aka, assalomu alaykum. Charchamang. Ishlar yaxshimi? Xudoga shukr. Manzilni aytib beraylik. Bu safar videoni boshqacharoq boshladik do'stlar. Biz hozir Farg'ona viloyat Kirgili mavzesida. Kimlardir Temir bozor, kimlardir Eski bozor deyshadi. Glavniy darvozasidan kirishda Abdurash akaning joyida turibmiz. Undan tashqari bundan oldin video qilganmiz, ish qurollari ham bor. Bemalol aloqa etsanlar ham bo'laveradi. Xo'p, Abdurash aka birinchi bo'lib usta akalarimizga Svarka apparatlarni tavsiya qiladigan, ya'ni baquvvat, katta zanayalarga ishlatadigan shunaqalardan ko'rsatsak aka. Xo'p. Gazli ham simda ham elektrodda ishlatishadigan bo'lsa, mana professionallisi gazligi mana bu. Rekord firmaniki. Bu 1.900.000 edi, 1.800.000 qilib qo'ydi. Doimiy dam bermay ishlatgani yaraveradi. Ham Svarkasi, ham simini zo'r qo'yadi, chokini. Keyin mana uragan eski firmalardan bittasi, buni o'zini ishqivozi bo'ladi. Ko'pchilik biladi, ustalar. 1000ligi bor, 750ligi bor, hadavoyi. Endi buni har xili bor. Endi hadavoyi mashina bo'lgani uchun shuni qo'yib qo'ydik. 1000ligi 2.550.000 so'm. 750ligi 2.400.000 so'm. 2.400.000 so'm. Ham gazda, ham bez gaz, ham elektrod. Uchovini ham zo'r qo'yadi. Hali sim ham necha kilo oladi? Simli 5 kilogacha. 5 kilogacha olaveradi, xohlasa zo'r. Mana o'zi ochib ko'rsatamiz. Mana ichiladi ham. Undan kattasi ham shu bo'ladi. O'zi adishini 5 kilogacha. Buni mana e'tibor berib ko'rsatsangiz, mana qarangda, tantalari ham, zapchaslari ham baquvvat ishlangan bo'ladi. Ya'ni mana taraflarning farqi bo'ladi. Buni endi usta akalarimiz o'zi bittada ko'rib, xudo xolasa biladi. Mana anular mana o'ziga yarasha, bular bez gazniki bo'ladi. Bez gazni normalnisi bu 850 milligi. Bu ham 5 kilo tushaveradi. 5 kilo tushaveradi. Mana Vector firmamiz bor, bu ham 850 ming, 5 kilo tushaveradi. Buni afzalli tarafi boshqa firmalardan ko'ra. Elektrodni ham yaxshi qo'yadi. Bez gazga ham choki yaxshi. Bez gazga ham choki yaxshi. Xudo xolasa zo'r. Endi bez gazni bundan ham yaxshisi mana 1.200.000 edi, 1 million qilib qo'yganadi. Ya'ni bugundan 950.000 so'mga tushirdik. 950.000 so'mga tushirdik. Bez gazda yaxshi ishlaydigani. Buni afzalli tarafi o'zidan ancha qimmat bo'lgan apparatlardan yaxshi ishlaydi. Sinovdan o'tgan, olgan odam jalba bo'lgan yo'q, shikoyat bo'lgan yo'q. O'shaning uchun Pohmet tavsiya qilaveramiz. Tavsiya qilaveradi, xudo xolasa. Bularimiz qanaqa aka? Bularimiz o'sha bu ham gazlida yaxshi firmalarimizdan bittasi, Richta firmasiniki. 5 kilolisi tushaveradi bunga ham. Buni ham Chotki. Puli 1.900.000 so'm. 1 million. Gazli, bez gaz, zo'r ishlaydi. Qalin metallarni ham quyaveradi gaz. Quyaveradi, xudo xolasa ketaveradi. Bularimiz chotki. Demak, usta akalarimizga mana shular tavsiya qilinadi. Elektrodda ishlatgani ustachilik uchun 750 mingdan TVga qarab, mana 720 mingdan TVga qarab yuraveradi. Bularimiz eng arzoni qanaqa vazifalar? 720 ming. Bu ustalar uchun eng arzoni shu. Bundan arzoni doim ishga yaramaydi. Yaramaydi. Bularimiz 700 ming ham degani. 800 minglik narsa 720 ga tushirdi mana bugundan 700 ming. 3-4 elektrod tanlamaydi, zo'r ishlaydi. Bu 400 amperligi. Bularda yaxshi tarafi nimali? 50 metr, 60 metr derja kabelni uzun qo'ysangiz ham yaxshi ishlayveradi. Yaxshi massa kamtar boraveradi. Chotki. 450 ligi bor buni. Bu 850 ming edi bu. Buni 760 ming qilib qo'ydi. 760 ming. Bundan ham yana ham mas'uliyatliroq ishlayveradi. Ishlaveradi. Xo'p, endi Abdurash aka, bularda aytyapmiz, uy sharoitida, ya'ni yengil ishlaydi. Jicha oradali o'rta normal ishlaydiganlar ham bormi aka? Arzonroq. Zarurat mana hamma ham bor. Mana Resantani arzon variant kelgan. Bu 500 ming so'm edi. 450 ming qilib qo'ydi. 450 ming. 450 ming qilib qo'ydi. Bu qancha kilo, necha kilo sim oladi vazifalarni? Yo'q, bu oddiy elektrod o'ziga 2 li 3 lida yoqaveradi. Yoqaveradi. 2-3 lida yoqaveradi, yaxshi. Bemalol. Bundan arzoni 430 ming. Bundan yaxshirog'i mana 600 mingda 520 ming qo'yib qo'yganmiz. Hozir ham 520. 520 ming so'm. Yaxshi ishlayveradi. Xo'p, endi eng arzoni qaysi bor aka? Eng arzoni mana. Endi advalim naqata bundan ham arzon firmalar bor. Faqat
yaxshi brendniki emas. O'shuning uchun unga o'zimiz qiziqmaymiz, olib kelmaymiz. Ha, ya'ni sifatli, yaxshisidan. Bu pul arzon, yaxshi. Xizmatini qilib beradi. Xizmatini qilib Necha pullik bularimiz? Bu 430 ming. 430 ming so'm qilib beriladi. Xudo xolasa, zo'r qilib beriladi. Endi Resantani ishqibozlari bo'ladi. Resantani yaxshilari. Mana bu e'tibor beramiz Abdumali. Ba'zi biz haqiqatda sotuvchi odammiz. Usta Svarshi akalarda qilamiz tajribamiz. Endi tavsiya qilamiz xolos. Ba'zilar fikr bildiradi, Resanta original emas-ku deydi. To'g'ri, original emas. Bu Xitoyda original, rossiyskiy emas. Bizga afzalligi, bizni sharoitga 124 ga ham ishlaydi. Rossiyaniki, Rossiya firma Resanta 200 dan past tokka ishlamaydi. O'shaning uchun men sotmayman. Endi to'g'ri, kim hamma hal qilib bizni sharoitga shular yaxshi ketadi. Xitoyda afzalli tarafi past tokka ham zo'r ishlaydi. 300 taliga 1 million 200 ming, 400 liga 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm qo'yadilar. Xudo xolasa. Ha, demak, aka, xudo xolasa hammasi yaxshisidan, zo'ridan, aytganimizdek dastavka bor. Kelishilgan holatda mana Rossiya bo'ylab dastavkamiz bor, gapingiz bo'ldi. Kelishilgan holatda bo'ladi. Uzoq masofalarga BTS pochta orqali o'zimizni vodiyga bo'lsa, aviom olsa, ko'proq narsa olsa, adresgacha nima qilib beramiz. Faqat o'zimizni vodiyga. Namangan, Andijon shunaqa joylarga ko'padi. Endi qaranglar, shu yerda savol beriladi. Biz bu akaga pul tashlasa ishonchlimi deshadi. Akalarimiz tanish, xudo xolasa. Chunki videolarni ko'p chiqaryapmiz. Ya'ni iloji boricha biz ham to'g'risi ojiz bandamiz. To'g'risi har xil odam chaqirib qo'yapti, orada aldab qo'yapti deyapti. Lekin bu akalarimiz ishonchli. Yaqin tanish akamiz, aldamanglar, pul tashlaysizlar. 1 kundan 3 kungacha bo'ladi, ammo shunisiga ahamiyat berib qo'yasiz. Ya'ni siz masofaga qarab 1 kundan 3 kungacha boradi, shunisiga ahamiyat berib qo'yasiz. Olgan odamlar bo'lsa kommentda fikrlarini qoldiringlar. Misol uchun akamiz aldamanglar, aldagan bo'lsalar aldadi deb yozaveringlar. Chunki biz kommentda o'chirmaymiz, xolis fikrlarni qoldiramiz. Xudo xolasa aytganimizda O'zbekiston bo'ladi dastavkaga kelishilgan holatda biz turgan joy manzilda qaytarib qo'yaylik. Farg'ona viloyati Kirgili mavzesi Glavniy darvozada, ya'ni eski bozordan kirishda chap qo'lda turadilar, faqatgina juma kunidan. Qolgan har kuni eshak, xudo xolasa. Men Chamayoda aytdi, qolib ketgan narsa bormi? Qolib ketgan narsalar bo'lsa, qiziqtirgan savollarni telefon qilib so'rashaveradi. Tushuntirib beraveradi. Xo'p, bo'ladi. Abduras aka, e'tiborchan rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.